Bilaman. Hamma narsangiz bor, kiyishga kiyimingiz bor, yeyishga ovqatingiz bor, qo'lingiz but, lekin nimagadir o'zingizda hech nimasi yo'q odamdek his qilasiz. Ya'ni mana shunaqa bir noshukurlik hissi bor ichingizda. Agar mana shunaqa hisni siz ko'p tuyayotgan bo'lsangiz, ya'ni o'zida sodir bo'layotgan bo'lsa, Ernest Hemingway tomonidan yozilgan ushbu to'qchilik va yo'qchilik asarini bir o'qib ko'ring. Assalomu alaykum do'stlar. Ming kitob tahlili 17-kitob Ernest Hemingway To'qchilik va yo'qchilik. Loyihamizning 17-sonida bu kitob haqida gaplashar ekanmiz. Nimaga o'zi men bu kitobni tanladim? Sababi hozir insonlar juda ham ko'p o'zlarini bir noshukurdek his qiladi. Ya'ni hamma narsasi bo'lsa ham hech nimasi yo'qdek his qiladi. Shu sababli bu kitobni o'qib, qo'yib, tahlil qilib berib, kitobni sizlarga qiziqtirishga harakat qilaman. Keyin yoqsa, sizlar ushbu kitobni olib o'qiysizlar. Demak, kitobga kirsak. Xullas, Harry Morgan ismli mana odam, Harry Morgan ismli xullas bir odam bo'ladi. Kaliforniyada yashaydigan, baliqchilik bilan shug'ullanadigan bir odam bo'ladi. Xullas, uni oilasida 3 nafar qiz farzandi bor edi va xotini bor edi. Boshqa bir qarindoshlari yo'q edi. U mana shu baliqchilik bilan shug'ullanar va ba'zida mana shu yerga kelgan sayyohlarga o'zini kemasi bilan xizmat ko'rsatib, ularni mana shu dengizning o'rtalariga olib borib, baliq tutishga yordam berardi. Ya'ni sayyohlar qiziqadi-yu baliq tutishga. Shunaqalar qilib ularga xizmat ko'rsatardi va ular bunga pul to'lardi. Bir kuni bir odam bu bilan mana shu sayohatga chiqdi baliq tutishga, lekin bir yaxshi bir qo'lga ilinadigan bir baliq tutilmadi. Shu sayohatlariga jami 18 kun vaqt ketdi. Qaytib kelganlarida esa jami bu mana Harryga u odam $800 chamasi shuncha pul to'lashi kerak edi. U odam aytdiki, "Xo'p, pulni to'layman. Faqatgina pulim bankda turibdi. Bankdan borib olib kelaman-da, senga to'layman" dedi. Harry rozi bo'ldi, ammo ana odam bankka ketgandan keyin qaytib kelmadi. U o'zini shahriga qaytib uchib ketgandi. Shundan so'ng Harry tushkunlikka tushdi va mana shu qovoqxonaga, ya'ni barga borishga qaror qildi. Barda esa buni oldiga Sing ismli xitoylik odam keldi va u odam aytdiki, 12 ta xitoylik odam bor. Mana shularni agar sen Barakaodan Tortusgacha, ya'ni Tortugasmi, shunaqa bir joygacha olib tashlsang, odam boshiga $100 dan beraman dedi. U paytda, misol uchun 1937-yilda kitob yozilgan. U paytda bu pullar juda katta pul hisoblangan. Xullas, bu narsa noqonuniy bo'lishiga qaramasdan Harry ularni olib borishga rozi bo'ladi. So'ng buni bir og'aynisi ham bor edi, Eddi degan. U ham bunga qo'shilib ergashib oladi. Xullas, men ham sen bilan boraman deb. Xullas, unga aytadiki, "Oshna, mana bu miltiqni ko'ryapsanmi? Shuni xullas o'zing bilan olib olgin." Xullas, 12 ta xitoylik ham chiqib bo'lgandan keyin ularni mana shu kemaga qamab qo'yamizda, oxirgi pulni men Singdan, boyagi xitoylik odamdan olganimdan keyin sen orqa oldinga qaramasdan shu kemani suzdirib ketasan oldinga qaratib, deb unga yaxshilab Eddiga, og'aynisiga tayinlaydi. So'ng ular Barakao degan joyga borib, o'sha hamma odamni olgandan keyin boyagi Singni daryoga uloqtirib tashlab, xullas o'zlari qochib qoladi va boyagi 12 ta xitoylikni ham miltiqtiragan holda ularni boshqa bir orolga xullas olib borib, ulardan ham qutuladi xullas. Shunga qaramasdan bu odamni xullas kosasi oqarmaydi, juda ham shu qiyin ahvolga tushib qoladi va shu sababli u mana shu bir noqonuniy ishlar bilan shug'ullanishga to'g'ri keladi. Buni noqonuniy ishlardan biri, ya'ni likyor degan bir modda bo'ladi. O'sha moddalarni bu nuqtadan u nuqtaga tashish bo'ladi. Bu qilayotgan ishlarni bojxonachilar bilib qolib, buni mana shu yagona bir dona bo'lgan kemasini, ya'ni oilasini boqib turish vositasi bo'lgan mana shu kemasini bojxonachilar olib qo'yadi. Shundan so'ng Harry yana boyagi barga boradi. Barda u o'tirganda uni oldiga bir advokat keladi. Advokat aytadiki, xullas 3 kishi bor, men bilan 4 kishi. To'rtalamizni deydi, Kubaga olib borib tashlagan, senga $200 beramiz dedi. Aytganimdek, u paytda bu pullar katta pul edi. Xullas, Harry ularni Kubaga olib borib tashlashga rozi bo'ladi va u oldiga bir sherik ham kerak edi. Ya'ni u
sherik o'ziga kerak deb his qiladi va sherik qidiradi. Haftasiga $7,5 bersa ishlarmidingiz? Xuddi shunday Albert quvurlarni tozalash orqali bir necha farzandi va xotinini boqish uchun haftasiga $7,5 beradigan ishda ishlaydi. Buni bilgan Harri esa unga aytadiki, men senga kuniga $4 beraman deydi. Aytganimdek, bu pullar juda ham katta ham kam emas, ya'ni 37-yillar 1900-yillarni boshlarida aytadiki, sen kunlik $4 beraman deydi, haftalik $7,5 dan ko'ra mana shu 4 ta odamni Kubaga olib borib tashlash kerak deydi. Ammo ular mana shu qayiqni to'g'irlab turganda, kemani to'g'irlab turganda bir payt signalizatsiya chalinadi mana shu shahar bo'ylab. Ular qarasa, boyagi bankdan bir bank bo'ladi o'sha yerda 3 ta o'g'ri yugurib chiqayotgan bo'ladi. To'g'ri bularning kemasini oldiga keladida, boyagi Albertga aytadi, Harrini boyagi og'aynisi kuniga $4 dan ishlashga rozi bo'lgan og'aynisi aytadiki, tezroq yur deydi. Albert esa unaqa qilmaydi va shu zahoti o'g'rilardan bittasi miltig'ini chiqarib Albertni otib tashlaydi. Va buni ko'rgan Harri kemani yurg'izishga qaror qiladi va ularni olib mana shu dengiz tomon ravona bo'ladi. Bu 3 ta o'g'ri kim bo'ladi desanglar, boyagi bu gaplashgan advokat bilan gaplashgandiku, o'sha advokatni hamtovoqlari bo'ladi. Bular kubalik bo'ladi. Ular aytadiki, biz o'g'irlagan bu pullarni o'zimiz uchun ishlatmaymiz oshna. Bu pullarni biz borib Kubaga qurol-yarog'lar olib, odamlar to'plab, mana shu dehqonlar va qullarni huquqini himoya qiladigan bir davlat qurmoqchimiz. Borib u yoqda mana shu to'ntarish qilib, o'zimizga xos mana shunaqa bir adolatli bir davlat qurmoqchimiz deydi. U esa Harri ularning gapini eshitadi-da, indamasdan yo'lda davom etib ketaveradi va kech kirganda u hech kimga bilintirmasdan qayiqni teskari 180 gradus teskari burib qo'yadi, ya'ni kelgan joyiga qaytib ketayotgan bo'ladi va u mana shu pastga tushadi-da, u bilardi qayiqda nimalar joylashganligini. Tushib, o'zini miltig'i bor edi uni. Tushadi-da, o'sha miltiqni chiqarib, boyagi 3 ta o'g'rini hammasini otib tashlaydi. Shundan so'ng ammo bitta o'g'ri tirik qolgan bo'ladi. O'sha o'g'ri bunga o'q otganda, o'q uni to'g'ri kelib qorniga tekkan bo'ladi va u juda ham qon yo'qotishni boshlaydi. U borib o'sha o'g'rini yana otib tashlaydi va shu zahoti yerga, ya'ni mana shu kemani nimasiga, quyrug'iga deydi, o'sha uchiga yiqiladida, shu bilan o'zi kelayotgan joyga yana ravona bo'ladi. Uni yo'lda boshqa bir kemachilar ko'rib qolgan bo'ladi, baliqchilar ko'rib qolgan bo'ladi. Uni oldiga kelib, boyagi kemani shatakka olib, tezroq yetkazish kerak deb, qirg'oqqa tomon haydab ketishadi. Ular qirg'oqqa yetib borishganda, boyagi Albert, buni oshnasi birinchi o'lib ketgan yigitni xotini keladi. Xotini keladida, Albertni qidiradi. Erim qani deydi, dodvoy soladi, topolmaydi, xullas u topilmaydi u. Chunki uni o'ldirgandan keyin dengizga uloqtirib yuborgan edi. Uni o'ligi turmasin, dengizga uloqtirib yuborgan edi. Shundan keyin Harrini shifoxonaga olib borishadi. Bundan uni xotini Mari ham xabar topadi. Ammo nailoj Harri o'sha shifoxonada jon beradi. Turmush o'rtog'ingiz o'lib qoldi. Nima qilasiz? Albatta, dafn marosimiga qatnashasiz, to'g'rimi? Ammo lekin biroq mana bu insonning xotini Mari Morgan eri Harrining dafn marosimiga qatnashmaydi. Xayolingizga, bu erini yoqtirmas ekanda, yaramas degan o'y kelishi tabiiy, to'g'rimi? Xuddi shu o'y bu shahardagi boshqalarning ham xayoliga kelgandi. Ammo Harrining xotini Mari judayam tushkun holatga tushib qolgandiki, u hammadan shu yashirincha hech kimga ko'ringisi kelmasdi. Ya'ni o'zini xotiralari bilan band edi. Erini juda ko'p sog'ingandi, uni juda ko'p o'ylardi. Hattoki mana shu dafn marosimiga bir kulib yo bo'lmasa o'rtacha holatda qatnasha olmadi ham. Ya'ni u juda bir tushkun, stress holatga tushib qolgandi. Ammo buni xalq tushunmadi va uni orqasidan mana shunaqa gaplar qildi. Va u yana 3 ta qizi bor edi, ularni boqishim kerak, ishlashim kerak dedi va yana boshqa narsalarni o'ylab qoldi va Ernest Hemingway mana shu yerda hikoyani nihoyasiga yetkazadi. Bundan tashqari yana kitobda mana shu boshqa personajlar hayotidan ham qisqa-qisqa joylar keltirib o'tilgan. Agar kitobga qiziqqan bo'lsanglar, kitobni sotib olib o'qishlaring mumkin. Biz esa Ming kitob tahlil loyihamizning 17-sonini shu yerda tugatamiz.
Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, video ostiga like bosing va kanalga hozirroq obuna bo'ling. Keyingi sonlarda ko'rishguncha assalomu alaykum.